Ichki ishlar vazirligi Qurol qo'shinlari harbiy xizmatchilari o'rtasida doirak jangchi intensiv sinovlar o'tkazildi. Ushbu intensiv sinovlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar harbiy xizmatchilarining jismoniy tayyorgarlikni yuqori darajada tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2021-yil 10-dekabr kunidagi 40-sonli qarori va Ichki ishlar vazirining 2022-yil 24-avgust kunidagi 375-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash hamda qo'shin safida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ularning turli xil ekstremal va nostandart vaziyatlarda tezkor va aniq qaror qabul qilish ko'nikmalarini oshirish, jismoniy va jangovar tayyorgarlikni yuqori darajada saqlash hamda harbiy xizmatchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida tashkil etildi. Qo'shinga qarashli Qashqadaryo viloyatida joylashgan 75-33 harbiy qism negizida va ushbu harbiy qismga qarashli Qo'ng'irtoq dala poligonida tashkillashtirilgan intensiv sinovlar davomida ishtirokchilar 3 bosqichli sinov mashqlarini o'tishdi. Jumladan, kompleks kuch mashqlari, 30 kilometrga dala qopi bilan yurish va yugurish, yagona to'siqlar yo'lagida umumiy nazorat va o'qotar qurollardan o'q otish mashqlarini bajarishdi. Shuningdek, nishonga pichoq uloqtirish singari mashqlarni yuksak mahorat, jasorat va kuchli iroda namoyish etgan holda o'z imkoniyatlarini o'tkazib olishdi. Musobaqa yopilish marosimida qo'shin qo'mondonligi tomonidan bu kabi intensiv sinovlarda yuksak vatanparvarlik va jasorat namoyish etgan yurt posbonlarining a'lo va mardonavor xizmatlari yuksak e'tirof etildi. Joriy yilning 16-18 sentyabr kunlari harbiy xizmatchilar o'rtasida davrak jangchi intensiv sinovlari musobaqasi bo'lib o'tdi. Bu musobaqada biz jamoaviy qatnashdik va bu sinovlarni topshirish davomida jamoaviy birdamlik, harbiy birodarlik, jasorat va aniqlik juda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi va jamoamiz bilan biz davrak jangchi ko'krak nishonini qo'lga kiritdik. Aytish joiz, bu yilgi intensiv sinovlarda Qorovul qo'shinlari qo'mondonligi harbiy qism va bo'linmalarida xizmat qilayotgan 47 nafar harbiy xizmatchilar davrak jangchi degan sharafli nomga sazovor bo'lishdi. Shuningdek, tadbirda harbiy qismga biriktirilgan 7-sonli jasorat maktabi o'quvchilari uchun ochiq eshiklar kuni ham tashkillashtirildi. Tadbir yakunida qo'mondonlik namunali ko'rgazmali orkestr hamda ashula va raqs ansambl xonandalari tomonidan vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar ijro etildi.